ayol kishi eridan kechishi mumkin, o'zidan ham kechishi mumkin. Lekin hech qachon bolasidan kechmaydi. Kechib ketgan-ku, endi kelyapti-ku. Dadasi, bolasidan kechgan ona hayvondan ham battar bo'ladi-ku. Necha yildan beri ko'rishga keladi, yalinadi. Uni ustiga shuncha yil tug'madi. Balki tug'ganda ko'nikib ketarmidi. Bolalar bilan ko'rishtirsangiz bo'lardi. Senga hozir nima? Iroda og'irlik qilyaptimi senga? Voy, nima deganingiz bu? Nimaga ular onasi bilan bo'ladi? O, mehri buzmagin. Tushundingmi? Mehr bo'linadi. Shuncha yildan beri seni ona deb kelyapti. Bilasanmi qanaqa travma? Sen hozir o'tirib olib aqlli qilyapsan. Mana bu Instagram'indagi psixologlaringning gapiga kirib. Yig'ishtir Karom sho'rvani. Umuman gapirma menga. Og'iz ochmagin. U o'lgan. O'zingizdan ham o'tgan-ku, tan oling. Menga qara. Meni aybim, men gunohimni o'zim bilaman. Men qilgan xatolarim uchun 10 barobar qilib to'lab qo'yib bo'ldim. Endi u javob bersin, uni vaqti keldi. Javob bersin. Dadasi. Ovqat harom qilding. Nima dadasi? Shuncha yildan beri qiynalyapti-ku. Mana o'zi yetyapsan. Iroda qabul qildimi? Siz gaplashsangiz qabul qilardi. Men bolalarimni majburlatib kimdir bilan yaxshi gaplash deya olmayman. Bolalarim erki qo'lida. Seni ham majburlab qaradimadim-ku. O'zing mehr berdingmi? O'zingga yopishdi-yu, yo majburlatdimmi? Ona deganda majbur qildimmi bolalarimni? Muammoim yo'qmidi meni? Kelma ishxonamga. Uyda ham sen, bu yoqda ham sen. To'ydingizmi? Tur. Tavba qildim. Ketmayman. Ha? Ana buxgalter yoqib qoldimi deyman, ha? Rosa. Jijinaginamdan rashk qilyapsan. Ha? Tan ol, rashk qilyapsan, ha? Nimasidan rashk qilaman? Bir qarich. Jamshitku. Voy, u jijinada gap-ku. Uni kichkinaligiga qaramagin. Jijinam yomon. Bo'pti. Yoqimli ishtaha, men ketdim. Qorning ochiydi-yu? To'ydirdingiz. Hali 1 soat vaqt bor edi. Yo'q, vaqtliroq borib, mashinada o'tirganim yaxshi. O'tir. Yoqimli ishtaha.